Sizlarni yana bir marta ko'rib turganimdan juda xursandman. Alhamdulillah, rahmat hammangizga. O'tgan safar jicha noto'g'ri xato qilib yutqizib qo'ydim. Lekin mana o'sha narsani oldim deb o'ylayman. Alhamdulillah. Bugungi holatda juda ko'p kishilarni ahvolim og'irlashib qoldi. Albatta mazam qochdi. Boya markaz qilishga to'g'ri kelib qoldi. Ustozimdan so'radim, hamma xavotirda. Sultondan so'radik. Kechki 12 da Rushan Sardoba vasallamlarni qil deyishdi. Majbur mana shu boyga shunchalik mehnat qilganligi uchun chiqib, bu ko'z yoshlar hammasi shu mehnatlarim uchun. Mana shu yerda alalarni dadam o'tirishdi. Dada sari yaxshi ko'raman. Ota-ona alalaydi. Uyda onam bolalar keladilar bo'yiga juda men bo'yiga chiqsam juda ali duo qilib o'tiradilar. Ona yutolib Xudoga shukr. Ustozlarimga, Jasur akaga, Joni akaga, Shohsar akaga, Kamol aka al-hayot, Muhitdin akamga. Ramzan aka ancha ahvolas, hammasi bismillah tadbir qilamiz. Hammalarga sizga ham. Alhamdulillah. Давайте похлопаем. Амирхон, это твой момент, Амирхон. Что дальше для тебя? Inshaalloh yuksaga chiqamiz. O'zbekiston bayrog'ini ko'taramiz. Yana aka, Mahmud aka. Ташкент. Тут со мной тренер Жасул Алижанов, и он хочет кое-что сказать. Bugun Amirxon haqiqatan og'ir ahvolda edi. Juda qiynalib chiqdik. Alhamdulillah. Nechta bo'y o'tkazdi, nechta qiyinchilik bo'ldi. Hozir